أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsan ve itibatı ile tevhid hakkındaki bu zincirsiman dersimizni davamlaştırıp Azhar Üniversitesi'ndeki yani Tolok Ottur Mektebi'ndeki birinci yıllığı şununla mukarrar kılınan, şununla derslikке bekleyen Teysiru Şerhi Cevheri Tevhid degan shu kitobni dars qilishgan edik. Onun birinchi qismi tugagan va uni yondashtirib ikkinchi qismini tugatgan edik. Allohning fazli bilan va yardım bilan yana shuni yondashtirib uchinchi qismi bo'lgan Taysiru Sharh Jawhar Tawhid degan bu kitobning uzumi buni ulab davomlashtirmoqchimiz inshaalloh. Yani tevhid, cevher tevhidninki şerhisini asallaştırış. Teysir, bu yessere yüessiru'dan çıkan mastar. Yani bu yessere yüessiru diyen filminki ve bu filmin müştakkatlarının asaslı tumurları. Kaysi teysir, bu morfologiya kaysi basak. Tevhidninki cevherinin şerhisini, Cevherit Tevhidin kitabının şerhisini asıllaştırıyor dedi. İbrahim Beycuri diyen şu şeyh için bu kitapken bu Hicriye 1277 yılı tarafında yaşayan çıkan bulup ta azapçık bana bu kişinin bu kitabı ders kılıyordu. Şu kitabını okumak için inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Kitaptan geldi bu beşi. Başlangıç ya. Barlık mahtaş, barlık hem sana bütün alemden perverdigarı hastır. Ve bütün alemden perverdigarı olan Allah subhanahu ta'ala sabittir ve bu zat kılçı sabittir. Ve dua ve durud, rahmet ve selam bütün dünya, bütün alemden perverdigarınınki el soğan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Ve bu kişinin aile babatlarına, ve bu kişinin sohbetdaşlarına, ve bu kişinin iz eserlerde şu kişinin körüspegen liniyas boyunca mangan sahabe kerem ve muşlağa ergeçkenler barlık da kıyamet kadar muş kişiye ergeçkenlerine usul olsun. Ve ba'd. Ama şuna Allah subhanahu wa ta'ala duadır, rahmetullah. Allah subhanahu wa ta'ala sana ayetip boğan iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duadır, rahmetullah boğan iken bu olsa dedi. Bu Teysir-i Şerh-i Cevher-i Tevhid din kitabındaki üçüncü kısmısı. Kim için? Şeyh İbrahim Beycuri için. Bunu Azhar Üniversitesi'nde üçüncü yıllık okurslarına mukarrar kılgan, müşakkatli ders kılışçı uğurlaştırılan kitap. Bu olsa ikinci yıllık kitabınki ikinci parçasının bir sözülüşüdür. Yani ikinci parçasının bir devamıdır. Ki özgürlüğün bu ikinci parçası ne dese bir kanç mevzu. O mevzu olsa bendelerinki kılıkları alakası olan, bendelerinki çoğu ef'alığa murtabit olan, bağlanış olan mevzunu özgürlüğün bu ikincisi.
Ee, ve tevfik, hazlan, vaad, vaid, salah, aslah, qada ve qadar. Allah Teala'nın körüş, insanların ki peygamber olan ihtiyacı, vahiy ve vahiyinin türleri, peygamberler ve o peygamberler hakkında onu itikat kılış, vacip olan itikatlar ve müstahil olan itikatlar, mesela itikat kılış, onda karışık bulmayan düşünceler ve caiz olan düşünceler, mesela mucize ve bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri ve evliyanınki karamatları ve bizden sahabe-i kiramlar hakkındaki itikadımız muştundan ibaret. Muşu mevzuğa, mevzunun çoğu öz çıkargantı, ikinci kısmı. Yani bu olsa, muşun ulap devamlışıdığın, muşun yanlış bilirgen bir kısmı var üçüncüsü. Yani bu kısmı, yani üçüncü kısım olsa, nime için degende, nime için degende, bu semaiyatla alakalı. Mesela anlaş arkalı. Nimeler kitap ve sünnet yolu arkalı, kitap sünnetten yoki anlaş arkalı yoki samimiyatga aloqador bo'ladigan mavzuni dars qilishdan iborat o'quvchilar uchun o'quvchilar bir xil nima bason dars qilishga bir imkoniyat yaratib bersin. Shuni bir g'oy, shuni bir alayda bir uzuq bir bo'lsin uchun o'quvchilarni shuni dars qilishga samimiyat degan shunga aloqasi bo'lgan mavzuni dars qilishga o'quvchilar uchun bir imkoniyat yaratib bersin uchun kelgan parcha. Uchinchisi, masalan, bu samimiyat nimasi? Malaika o'xshash, jin, shaytonlar, o'lim, o'ldirilgan kishining ajali, ruh, qabrning suoli, qabrning azobi va qabrning ne'matlari. O'lgandan keyin qayta qo'zg'alish, tirilish, hisob, oxirat kuni va u oxirat kuniga aloqasi bo'lgan shafaat va yaxshi ishlar va yomon ishlar, tavba, vazni va mizon, sirot va havd, jannat, nar va kulliyatul xamsa. Kulliyatul xamsgana masalan dinni qo'g'dab qilish, naslni qo'g'dash, aqlni qo'g'dash, mol mulkni qo'g'dash, o'zining yani obro'yini qo'g'dash degandek bu. Bu kulliyat xamsiga nima? Mantiq kulliyat xamsi bu emas. Buni maqsad mavamda. Hifzul din va hifzul nasl degandek. Hifzul din va nasl va ird va mal. Yani bo'ldi shu kulliyatlar xamsa. Va imomat va yaxshi ishlar buyurish, yomon ishlarni cheklash. Mushunga o'xshash samimiyatlarga aloqasi bo'lgan mavzuni dars qilish uchun o'quvchilar bir imkoniyat yaratib berish uchun kelyapti. Uchinchi qismi deydi bu partisi. Bu kitob hamda mushu mavzuni o'zini o'quvchilarning zehnlari uchun oddiy uslublar bilan mush mavzuni o'ng'aylashtirish va yoki yaqin qilishni maqsad qilib nishon qildi deydi bu kitob. Bu kitob nishon qildi qanday qilishni, mush mavzuni yaqin qilishni yoki mush mavzuni oson qilishni o'quvchilarning zehnlariga oddiy uslublar bilan ki munosib bo'ladi. Bu shu nima kitob bizning yashayotgan realligimizga, amaliyotga mos keladigan shundoq holda o'quvchilarning zehnlari uchun bu mavzuni oson qilishni buni nishon qildi bu kitob. Qiziqqanlikning jihatidan nimaga desa, fikr qilishga va yangilik yaratishga va buning uchun naqd qilishga boshqalarning bo'lmag'ur fikr
bo'lmag'ur e'tiqod va bo'lmag'ur masalan ideyada bo'lganlarcha tanqid qilishga qodir bo'la oladigan yangi bir avlodlarni nima qilishga tayyor qilishga qiziqqanlikdan jahtidan bu oldimizda turayotgan bu kitob mushunga o'xshash nimani bu mavzunicha o'quvchilarning zehnlariga e, yaqin qilishni oson qildi, nishon qildi deydi. Va munosib bir chiqishi bilan hozirgi yuz berayotgan nurg'un qutlukashon va nurg'un to'salg'uga qarshi turishga va haqiqatan siyg qilindi, qo'shildi bu kitobning mavzularini nima bilan desa o'quvchilarga bir fursat beradigan yo'llar ki bu o'quvchilar sınıfның ichida haqiqatan çok faal haqiqiy turda zodi tirishchan faoliyatchan shundoq bir o'quvchi bo'lish uchun shundoq bir o'quvchi bo'lish uchun bir fursat beradigan yo'llar bilan bu kitobniki mavzularini shundoq siyqilindi. Masalan darsga tirishchanlikda o dersincho her xil şekilde pratik qilishda, tadrib qilishda maqola va mavzu oralig'ida. Hem bu maqola degan nima va mavzu degan nima? Maqola deganlikni o'zi o'quvchi masalan bir to'g'ri bir javobni o'zini javob berish. Misol tariqada masalan bir necha ixtiyorlik berilgan savol orqasidan yoki bir necha ixtiyorlik berilgan bir javob borligidan bir kelim bilan yoki qisqa bir jumla bilan bir buni javob berish. Buni o'quvchi mushuni tanlash, to'g'ri bir javobni tanlash misol tariqada. Nimadan? İxtiyorlik berilgan bir qancha ixtiyorlik orasidan bir kelim bilan ya qisqa bir jumla bilan buni javob berlik nima bu mavzui. Ammo buningki muqobil bo'lgan maqola degan nima desa, maqola degani masalan bir bundan o'quvchi uchun masalan bir javob berish kerak, namuzajsiz, bir o'rnaksiz, o'zining fikridan, o'zining istidodiy quvvatidan onun uchun bir javob bera oladigan shundoq bir o'qish uchun bu fursatni berish, bu xil nimani deyilgan maqoli deyilgan bir savolga umumiy shaklda bundoq bir javob bera oladigan birinchi kelim bilan yoki qisqagina bir jumla bilan emas, nima bilan bir shaklin shamil umumiy shaklda bir javob qilishga qodir bo'la oladigan shaklda mushu o'quvchilarni yetildirish, mushni nishon qilgan, mushni maqsad qilgan holda bu kitobning mavzularini siyq qilindi deydi. Nima uchun deganda o'qishning eng yuqori darajadagi fikr qilish mahoratini o'stirishni nishon qiladi. Masalan bir istintaj qodir o'qish, istintaj masalan dalil qarab dalil binoan onunda bir ahkamni chiqarish va shu ahkamni chiqarishga qodir bo'lgan o'xshash istintaj va masalan mulaxxasga o'xshash. Mulaxxas biz uyg'urchalikda deb ataymiz buni, puda o'qili deb qo'yamdiq. Mulaxxas gapniki umum bir qator o'qib chiqib, uningki tugundisini bir yig'ib chiqish o'xshash va selishtirmoq o'xshash va muvozana jinglash, onu taroz mizanlashtirib, yani masalan qaysi kuchliroq, qaysi masalan rojih, qaysi arjah, qaysi hasan, qaysi ahsan degan o'xshash muvozana va bundan boshqalar. Bu lejna
bu kitapның özünü çıkarış üçün şundaq bir köngül böldi deydi. Nimeler dese asas katlamdaki bir qancha nimelerle çok bir qancha yo'llar bilan bir qancha taraflama shu kitapning o'zini çok chiqarishga bu lejna naytbek ko'ngil bo'ldi. O kitapni tayyor qilib chiqarishga. Biz uningdan tavanda buni qisqacha bir xulosalab o'tamiz. O nimadan o asosiy nimani muhim bo'lgan taraflarni. Birinchi kitapniki umumiy nishonni bekitish ki as qo'shidi. Mushu umumiy nishoni ko'z qarashni ro'shanlashtirishdi. Nimaga desa o'quvchi eningga ehtiyoj bo'ladigan bu kitapninki o'z ichiga olgan yani buni muhtavosini kitobning muhtavosini kitobninki o'z ichiga olgan mush uqumning turga aloqador bo'lgan narsadagi ko'z qarashni osonlashtirishda qo'shiladigan umumiy bir nishonni bekitish va bu o'quvchi o'ziniki ta'limiy ilmiy mesela tecrübelerini tanlashda tushunchalardan mahorat va nima fikr qilish yo'llaridan iborat. Ikkinchi, mesela o'ziniki yosh bosqichlarga ko'ngil bilish ki uningga o'quvchilar davom etayotgan, o'tayotgan, uni boshdan kechirayotgan yosh bosqichlarga ko'ngil bilish. O olsa bir bosqichki talep kılıdı bu baskuç. Ne mi ne dese mucarrede bir düşünüşün talep kılıdı. Nahayet adli usluplarla. Üçüncü nime dese bu kitapta işletilgen tilge bek dikkat kılış. Buna bek köngül bölüş. Mesela o kitabın çoğu mesela bu şu seyirkilip bu şu morfologiyaga alakadar seyirler jarayonida bu kitaptaki ibaretlerden ibaret bazı maxfiy bo'lib qolgan sal g'uva bo'lib qolgan narsani o'ng'aylashtirishga ko'ngil bo'lindi. Masalan, qanday deganda oddiy jumlani tanlash orqalidan va nurg'un ham so'zliklarni tanlash orqali ki 101'de bu nima bu ham so'zliklar o'quvchiniki nimasi de o'quvchi masalan undan oladigan o'quvchilar undancha ixtiyor qilib oladigan yerlarda yuz beradigan ham so'zliklarni mushuni tanlashdi. To'rtinchi, bu kitobga aloqasi bo'lgan narsadan uzoq bo'lish. Tevhid ilmiga o'qish uchun o kitap uchun tevhid ilmiga aloqasi bo'lgan narsani jiroq bo'lish. Masalan, şahçı meseleler ki o olsa şahçı meseleler. O olsumu başka ilimga o tefriat, şahçı mesele olsa mesela başka ilimlere yakarrak olan tefriat şahçı meselelerden bu kitapla alakası olan nereden bir az jiroq düşüş. Mesela fikri mesele oluşuş, lügat ilmi oluşuş, bundan başka oluşuş. Bundan biraz jiroq olup asası kitapninki meselenin kitapta cevherini otur koyuş. Muşuna da kerak kılını bildi. Pek alakası olan nestin biraz böyle uzaklaş işte. Altıncı. Altın lime beşinci manzuma tizilgan beytlarni bek biraz uzak kılış. Emmelerini şiirle toşkuz ötüşümüz. Bundan biraz uzak oluş ki o'quvchilarga biz uyg'un bo'lmaydigan, munosib bo'lmaydigan beytlardan çok uzoq bo'lish. Ki tayyor qilindi bu beytlarni ash o'quvchilar uchun
O'quvchilar uchunchi mushni o'quvchilar uchun munosib bo'lmayotgan beytlardan uzoq bo'lish tayyor qilindi. U o'quvchilar uchun mushu nimani mushu besishni mush matbaa mushu nusxani yap. Oltinchi har bir bahs o'rinlarga va boshqa shoxcha nimaga unvonlarga nima qo'shish bir xil unvonni qo'shib qo'yish. Har mabhas uchun bir unvonni qo'shib qo'yish va boshqa shoxcha unvonlarni ham qo'shib qo'yish ki yordam qiladi. Mushu unvonni qo'shib qo'yganlikning o'zi mush ilmiy moddani tushunishga alohida turtki bo'ladi yoki yordam qiladi va his qo'shadi o'quvchilarninki tajribalarini mo'l qilishga va ularning o'rganishga bo'lgan rag'batini oshirishga. Yettinchi, taqvimga ko'ngil bo'lish. Ya'ni her ders ne bilen egişiş degan ma'no bilan dedi. Ne bilen her xil ixtiborotlar mayli maqol xarakterlik olsun veya ki mavzu xarakterlik olsun. O ixtiboratning qatoridan masalan o'quvchilar erishgan narsaning o'zini masalan qiyos qiladigan bo'lish, qiyos qilish ma'riflardan, ma'lumotlar va bu ishlaydi. Shu nima har xil ixtiborotlar nima desa o'quvchilardagi ma'lumotlarning o'zini qo'l keltirishninki amaliyatini oshirishga shuni qiladi, shuni ishlaydi. Shu e'tibor bilan chuqur taqvim uchun shu ma'lumotlarni qo'l keltirishga alohida roli bor. Sakkizinchi, havomishlar atrofidagi shar'iy shurular va o havomishni o'z ichiga olgan ba'zi shar'iylardan biroz uzoq bo'lish. Havomish kitobning atrofidagi cho'rlaridagi shar'iy shurular, ondan biroz uzoq bo'lish. Shundan iborat, shu bir qancha asosiy muntalaqatlarni, shu asosiy gavdlarni qanday qildi shunga bir kitobni tayyorlagan, shunga mas'ul bo'lgan mush gruppa, mush lejna alayda ko'ngil bildi. Mush 9 nima, mush 8 taraflarga bu lejna diqqat qildi. Oxirida Alloh al-Qadir bo'lgan zotdan bizning bu ishimizni faqat o'z izchil yuz xotirish uchun xolis bo'lishini so'raymiz. Oxirgi maqsadimiz, oxirgi orzuyimiz shu. Va shu kitobdan Alloh subhanahu va taolo shu ilm o'quvchilarga foyda yetkazishni so'raymiz. Haqiqatan u Alloh eng yaxshi ijobat qiluvchidir. Tilakni, duo, istakni ravo qiluvchidir. Xo'sh, kitobning boshidagi muqaddima qo'ygan shu ekan. Endi bu kitobniki ahdob. Onanki nishon, maqsadni o'tirib qo'yamiz. Ahdob muqarrar sapsal sanavi. 3-yillik Azar Universitetining 3-yillik sinfga muqarrar qilingan nishonlar. Yani kütülüdü, şu mukarrarını ders kılıngandan keyin tevenki nesinin vücut çıkışını çok kütülüdü. Birinci, maksat ne? Sem'iyyatla bilen, yani kitabı sünnetke qarab, şunundan elip, ve şu kitabı sünnetten şunu menba kılıp,
Aşınadınca məqsədini röşəlləşdiriş kütülüdür. Və o səmiyyətini ispatlaş yolunu röşəlləşdirişin kütülüdür. O səmiyyətdəki məsələlərini mümkün halda sanab çıxan halda. Bu üçüncü sınıf qanda qilish lozim, qanda qiladi yoki tunuydi, malaikaning tabiatini tunuydi. Üçüncü sınıf birlikdan, üçüncü sınıfdan o'quvchilari. Bundan nima balog'at qilsak, majaz mursal degandek, bundan mahall zikr qilib, holni iroda qildi degandek. Üçüncü sınıfdan o'zi aşkı tunumaydi, üçüncü sınıfdan o'quvchilari bundan. Xuddi vasal qariyata degandek, vasal ahlal qariya demek degan o'xshash masala. Tunuydimuş üçüncü sınıf ya üçüncü sınıf o'quvchilari vaqtda nima tunuydi? Malaikaning tabiati, malaikaning turlari, malaikaning cho'z sifatlari va u malaika bo'lgan iymonning hukmi shuni tunuydi. Delil talab qiladi. Naql va aqldan oshna malaika. Üçüncü ayrı alaydı. Üçüncü sınıf o'quvchisi farq eta oladi. Jin bilan shaytonning orasini farq etishni kutiladi. Ro'shan holatda o jin shaytonlarning haqiqat haqidagi ulamolarning ko'z qarashini ro'shanlashtirgan holat. Va dalil talab qilgan holatda eni tilg'ilingan narsa qildi. To'rtinchi zikr qilindi. Bu üçüncü sınıf o'quvchilari o'limning haqiqatini ro'shanlashtirgan holda u o'lim bo'lgan iymon keltirishning hukmini. Beşinci ro'shanlashtirdi shu üçüncü sınıf o'quvchilari ahl sunnaninki ko'z qarashlarini va ahli mu'tazillaning ko'z qarashlarini maqtul o'ldirilgan odam haqida o'ldirilgan kishining ejli haqida delil talab qilgan holda tilg'ilingan yoki zikr qilinmoqchi bo'lgan narsaga. Oltinchi oshkora qiladi shu o'quvchilar, uchinchi sinf o'quvchilari ulamolarniki ruh haqidagi mazhablarini, ruh haqida nima deydi bular ulamolar. Buningga qancha xil ko'z qarashli bor degandek buni mazhablarini bayon qilish buni kutiladi. Va acbiz zanab yani insanlar bu dünyadan ayrılıp alim barzahga dafn qilinib hamma bunaki so'ngak butun muskullar hech qanday bir narsamiz tushirib topib ketgandimi bu haqiqiy insonniki nimasi bo'lgan urug' bo'lgan demak bu acbiz zanab shu insonniki o'murtqisiniki eng oxirgi bo'ladi ekan bu acbiz zanab degan. Bu sürmeydiğinde, bu tüyüp gitmeydiğinde. Allah subhanahu wa ta'ala şu arkalık aşkın ruhunu püleşlerle bu insanlarına bu şekilde ekilip xuddi bir buğdayını buğday termoqchi bo'lgan yoki bir qo'noq termoqchi bo'lgan bir odam birlik yo'llarni etizga buğday qo'noqlarni chechiplamlar qisqagina vaqtda o'stirib yetilib olgan o'xshash Cenab-ı Allah bu bütün insanlarni acbiz zanab bu çürümeyken, bu sesmeyken bütün a'za hammasi çürüp yoki bu kessimi Allah xolagan shaxslardan boshqasi çürüp tüp kessimi va acbiz zanab faqat çürümeyganda shu acbiz zanab orqali bu jasadni qayta tirildirib bo'ladigan bu tugmaydigan. Xuddi bizga masalan bir buğday qo'noqni qilmoqchi bo'lsakmi biz uni shaxshumba ot samollari to'kib ketishdan qat'iy nazar bu haqiqatdan to'kib ketadi. Bu hayvon yeb o'lib bo'lib bundan asrash qilmaymizda chunki bizning tog'ada masalan sangda nima bor urug' bor. Bu urug'ni qilganlar
boğaçka bunu bir keçiklikle ben terip nurgun bu şakşumba gazan bu binasını samallanı hemen bunu kilişke işencimiz boğaçka bunu fakat ezreş bulmagandak Cenab-ı Allah'ımı bunu da çuba ecbiz zenep arkalık bütün bizim bu şeklimizde e, al-mahirette çok alim berzaktin yani alim berzak tüyüp bitken bolsun çürüp bu ecbizeden tüymegendeyken muşun olan kayıtta muş şeklinde şekillendirip muş halkımızda ekleşik hükmette kadir Allah subhanahu wa ta'ala demekçi. Muşu ecbiz zenep hakkında ölmalarını göz karşısına bayan kanalda kandakma bayan kışı kütülü de boğmuşlardı. Delil talep kanalı muşu üçüncülük kosluk ve ben de tılgın maksugan dersi. Yüzde neymi deydi mi? Digen dersi delil talep yettince röşenleştirdi ruhun hakikati ve o ruhun ki ve ilmalarının çoğu o ruhun ki hadis kellik hakkındaki köz karışını çoğu hem röşenleştirdi. Delil talep kanalette muşu köz karışını nimige delil talep kanalda bize tılgagan nesge bayan kan nesge katta köz karışlarını ibaret. Sekizinci hayatı berzahiyye. Hayatı berzahiyye. Berzah mesela bir manevi bir perde. Demek meyli bu dünya bilen kabir alimden arıgın tutup durgan bolsun. Ya kabir alim bilen alim berzah bilen. Yani kabir alimi demekçi de alim berzah. Alim ahiret arıgı perdelengen bolsun. Muşu alim berzah diyelim bizden. Üçüncü dünya. Anımızdan kosuğu. 9 ay 9 gün, 10 gün ve ondan az yakacak olsun. Galiba 9 ay, 9 gün, 10 gün bu alemi rahm boğan bolsa, bu alemiz alem el-madde, alem hayat. Bizim kütüp duruyatkan alem, alemin berzah, hayat-ı berzahiyye, hayat-ı berzahiyye. O üçüncü dünya boğan bolsa, üçüncü alem. Alem el-ahire, yevmel kıyamet. Şu tüt baskıç, üçüncü karakter demez. Muşu hayatı barzahdaki maksat onunla tanış hem kütülüde okumuşlar. Ve kabir azabına hakikte kabir azabı kabrininki nimetininki hakikte bununla çok tanışını kütülüde. Ee, Mufniden yani yok kan halda kabir azabının doğrudaki kozgalgan şek şübihini yok kan halda ve delil talep kan halda yüz demek çoğun nesige değil. Dokuzuncu tunuş kütülüdü bu kuşlardan baz ölgenden keyin qaytadan tirilip kopuş ve hesap ve mahşer haşr muşnun hakkısı tunuşu kütülüdü. Röşelleştirgen aldı. Haşrının türlerini ve bu haşrga alakadar olan hükümlerini röşelleştirgen aldı. Şu bazı nisab haşrınınki hakkısı toxtulup muşludan tonuş kütülüdü. 10. Bektido bu 3. sınıf okuyucuları ahiret gününden boğan maksatdan buna muayyen bektido. Onun isimlerini sanıgan aldı. Yevmel ahire. Ona isimleri mesela El-Qari'a, Hakka, diyen koşuş, Kıyame, diyendek, buna isimler cakvaz. Onun muradı kelime var. Zikir kanalette maksat ne? Bu alim ahiretteki yani yevmel kıyame muşu mevkif muşum bey meydanının korkunuş uğurlama. Havulden boğan, havul korkunuş. Muşu mevkipteki, muş meydanının korkunuş kılan boğan maksatını tılgagan aldı.
Yine sanıgan alda bu kıyamet gününki korkunçluklarını, ahvalini. Ahval olsun ahval. Ahval korkunçluk tarafı. Muşnun da sanıgan alda bu ahvallarla tanışıp çıkış hem kütülüdü oquvchilardan deydi. 11-si tılgalıdı bu nima 3-nji yıllık oquvchilari. Ahiret günüge iman keltirişin hükmünü bunu zikir kılады, tılgaladı. Ve ahiret kiço inkar kılışın hükmünü zikir kılады. Röşelleştiğin halda ve ahiret gününki niminki çoğun ve küçük alametlerini tılgagan halda. 12-ci tunuydu bu, yak tunuşun talep kılındı, kütülüdü bu oquvchidan. Şapaat bilen bolgan maksatni tunuşmuşu kütülüdü. Sanıgan halda o şapaatning türlerini ve o şapaat hakkında, şapaat doğruda kozgulup çıkılgan fitne fasat şübhelerini yok kılgan halda. Bektudu 13-ci bektudu bu oquşçu hasanat sayyiat bilen bolgan maksatni bektudu. Zikir kılgan halatda hasanatninki tadayifninki ve mesela onunki bir neçe as bolgan derecelerini zikir kılgan halat. 14-ci Röşen Quldu oquvchi tövbe bilen bolgan maksatni röşen qildi. Tövbening shart shurutlari, uning ahkamlarini bayon qildi. Röşen qilgan holatda, röşenlashgan holatda kafirga nisbatan tövbeningki durust o'rinlarini röşen qilgan holatda va tövbe qilib bo'lgandan keyin gunohga qayta yana irtikob qilgan kishining hukmini bayon qilgan. 15-ci bu türleştirdi bu okuvchi yoki bunda türleştirdi kütülüdü günahning türlerini ro'shan qilgan bu gunohni mumkin mukaffiratlarni bu gunohni zodi o'chirib olgan yo'q qilib kafarat qilib olgan nima bundan chiqish yo'li nima bu gunohdan bo'shash bundan yengillash chiqish yo'li nima degan buni ro'shanlashgan holatda günahın türlerini türlü tür sınıf sınıf ayrış bunu kütülüdü. 16-cı kebairlen bolgan maksatni tunuş kütülüdü oquvchilar. Röşen kanalatda ölmalarınki aş kebairga irtikab qilish haqidagi ölmalarning ko'z qarashlari va har ko'z qarashning dalilini röşen kanalatda kebair degan maqsad ustida to'xtalib Muşundan tonuşu kutish kütülüdü. 17-ci sahayful a'mal, amallarning daftarlari degan bu maqsadlardan maqsadni tilg'aladi. Röşen kanalatda nimening mushu sahayfning elishning yo'lini va u sahayfning sabit subut bo'lgan iymonning hükmini Röşen kanalatda bu oquvchilar sanaviydan o'quvchilar uchun sahayful a'mal degan mushundan bo'lgan maqsad tilg'aladi yoki tilg'alish kutiladi. Bektidu bu o'quvchilarga vaznul mizan, sirat, havd, arsh, kursi, qalam, katibayn, lavhul mahfuz, jannah, nar degan muşularning ma'nosini bekitish kutiladi. Va buni o'g'an ahkamdan iborat aloqasi bo'lgan narsaning o'zi tilg'anmoqchi bo'lgan narsaga dalil talab qilgan dalil keltirgan holda. 19-ci kulliyatul xamsani asrab mushu saqlab qolish bilan bo'lgan maqsadni ham tunuydi. Uni tunish kutiladi. Qiziqqan holda ash kulliyatul xamsinchi asrashdi. Canını qo'g'dash, dinni qo'g'dash, molni qo'g'dash, naslni qo'g'dash, ya'ni o'zning obro'yini qo'g'dashdan iborat mushkuliyatli hamsni
qo'g'dash, mushni asrash, mushni bo'lgan maqsadni qanday qiladi, tunishib chiqish kutiladi. Yana kutiladi o'quvchilardan imomat bilan bo'lgan maqsadni ro'shanlashtiradi. Bekitgan holatda imomlikning sharti ro'shanlashtirgan holatda nimaga deganda ro'shanlashtirgan holatda imomatga aloqasi bo'lgan ahkamlarni ro'shanlashtirgan. Kim imomatga loyiq, kim mesela xalifa bo'ladi, kimni shu xilofda imomatga nisbat tepiladi, kim tepilmaydi degan o'xshash. Buni zodi degandek bunga aloqasi bo'lgan ahkamlarni ro'shanlashtirgan holatda imomat bilan bo'lgan maqsadni ro'shanlashtirish ham kutiladi. 21 tunishib chiqish kutiladi bu o'quvchidan. Yana amr bil ma'ruf va nahy anil munkar degan mushnu bo'lgan maqsad ustida bir tunish kutiladiki, mushunga o'quvchilar bundan tunishib chiqdi. Va bu amr bil ma'ruf nahy anil munkarninki vujubini dalil haqida, shartlari haqida tunishib chiqdi. Ro'shanlashtirgan holatda güzel ahlaklar bilan ziynatlanishning qandaqligini ro'shan qiladi va razil chakinishlardan uzoq bo'lish, xoli bo'lishning kayfiyatini ro'shanlashtirgan holda deydi. Xo'sh, darsimizdanki avval qisqasi shunga tugdi. Keyingi qisqasi ozgina davomlashtiramiz inshaalloh. Allah halqaya kadar. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.